Axır mən yaxşı görəmən limonlu. Görün də bir yüzüm bızılmadı. Nechun bunday bo'lib turibdi deb siz ham o'ylaysiz. Xudoga shukr hamma narsam bor. Yetarli, uyim bor, hamma narsam bor, pulim bor. Masalan, karyeram bor, oilam bor, turmush o'rtog'im bor. $10 bor. Pul yo'q ekan, so'm yo'q ekan. So'm yo'qmi? Yo'q ekan. Onang reanimatsiyaga tushdi degan telefonga ham shurda men hech ish etib bilmayapman. Mənim işimə, mənə etalon, hər bir nəmə bakın negativ fikirlə qaran insan işim. Kızım Fərəngiz adı, Fərəngiz boğallığı üçün. Zaynuran yanımdamı mən so'q. Gereklidir şu gəpi aytmaq gereklidir. Nə aytdın şu gəpni? Şu buluşu gerekədi bizə də. Şu buluşu gerekədi. Sahibəbkə qaran, sizə axır fitnesə mən barmasam klientlarınız yox. Yarımından köp klientiniz məndən ötüb qoydu. Yangi ariq 24 kanali. Yangi ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Yangi ariq 24 ni doimiy kuzatuvchilari. Biza bugun Neobishniy podkast uyushtirdik. Bizning kanalda hali bu yangi bo'ladi. Aynan bugungi mehmonlarimiz danıştırıb o'tadigan bo'lsak, biznes qirolichalari, apkalarimiz bo'ladilar. Hozir sizlarga nima uchun aynan biznes qirolichalari deb danıştırdim, shularni to'liqroq ma'lumotlarni berib o'taman. Bizlara like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, ko'rib o'tirasizlar. Bugungi podkastimiz cho'tki bo'ladi. Mahkamroq joylashib ko'rib o'tiraverasizlar. Layla akamiz, Layla Ibragimovna Yangiariq tumanida kosmetologiya markazi bor, o'zining shaxsiy brendi bilan tanilgan, ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Dilrabo Fayzullayevna doktor, Gent shahrida Med kompleksda doktor bo'lib ishlaydilar. Yaqindan hozir o'zlari bilan alohida tanishtirib o'taman va sohiba Botirbekovna. Bu akamiz ozdirish markazi, ozdirish markazini shaxsiy brend bor o'zlarini shu yerda rahbarlar. Do'stlar, hozir biza biznes qirolichalarini aynan 3 ta hozir vakillarini ko'rib turibmiz. Sizlarni hozir shular bilan to'liqroq tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum, O'ronboy, xush kelibsizlar. Bizning birinchi podkastimiz, hali yangi loyihamizga. Kimdan boshlaymiz? Kimdan savol-javob? Savollarimiz ko'p bugun va qolaversa eslatib o'taman. Bizning bu podkast loyihamizda hammasi ochiqlanadi, ochiq bo'ladi suhbatimiz va qolaversa improvizatsiya shartlarimiz ham bor. Shu improvizatsiya shartlarimizni o'zi tayyormisizlar? Tayyorsizlar. Xo'p, esa qarang. Savolimiz shundan iborat. Men endi savolni общий tashiyman o'rtaga, o'zlaringiz javob berib o'taverasizlar. O'zi biznes qirolichalari aynan bu g'oya kimdan chiqdi va biznes qirolichalari deb misol uchun siz kosmetolog, bu yon taraf doktor, bu yon taraf ozdirish markazi, ya'ni fitnesni rahbar. Sizlar hozir nima deydi? Ishlaringiz ham bir xil emas-da. O'zi biznes qirolichalari bu guruhga nima deb aytiladi? To'liqroq shuni tushuntirib o'tsangizlar. Men aytib o'tsam, endi bu biza bir jamoa bo'lib, sahibabkam yana ko'p yildan bana klientimman, danışmız. Fitness zalida. Fitness zalda danışmanligimiz uchun birgalikda shuni o'yladıkdan endi Aryanning sahibabkam o'zi davom ettirsin. Birga shu ikkimiz boshlaganimizdan buni Endi mana biznes qirolichalar deb ochishimizdan sabab har bir ayol o'zini uyida qirolicha. Lekin kimlardir biznes boshlagan, o'zlarini namoyon etib bilmaydi. Ular shuni o'zlarini namoyon etib bilmaydi. Ochilmagan qirolalarni ochib bera olmaganligi sababli biza ularni yolg'iz qoldirmaslik uchun, birlashish uchun qilingan guruh bu. Shunda demak tushunishimiz mumkin, sizlar jamoaviy bir-biringizni qo'llab, hamma narsada ahil bo'lib, masalan, kimnidir biznesine yordam berib, kimnidir yana bir narsasine yordam berib, shunday deb og'izbirachilik bo'ladi. To'g'rimi? Xudo xolasa. Endi doktor Dilrabo aka, siz aynan doktorlardan bo'lsam, aynan siz Urganch shahrida Med kompleksda ish olib borasiz va doktorsiz, masalan, doktor, xirurg ya boshqami, shularni to'xtalib o'tsangiz. Men 15 yillik tajribaga ega oliy toifali xirurgman.
Medkompleks klinikasında proktolog, ginekolog vazifasida ishlab kelyapman. Shu tajribamiz, praktikamiz davomida 3000 dan ortiq operatsiyalarni amalga oshirib, muvaffaqiyatli operatsiyalarni amalga oshirib, shu xalqimizning xizmatida bo'lib, bemorlarni shifo topishida yordam berib kelyapman. Shu biznes qirolichalari gruppasi men uchun ham aynan katta yaxshi bir g'oya bo'ldi. Chunki har bir odam ruhiy ko'makka muhtoj bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Har bir inson, har bir ayol ayniqsa ruhiy ko'makka muhtoj bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi, har xil holat bo'ladi ruhiyatimizda. Shu vaqtida bir-birimiz bilan maslahatlashib, bir-birimizga ko'maklashib, kimda kamchilik bo'ladimi yoki yutuqi bo'ladimi, bir-birimiz bilan o'rtoqlashib, bo'lishib, shu energiyamizni bir-birimizga yuqtirish maqsadida tashkil qilingan. Quvvatlar. O'zingizdan nishatib donishgansizlar, nishatib qo'shilib qolgansiz, shular haqida bir batafsir. Keyin masalan hozir yana bir narsa aytib o'taman. Medkompleks deyman dedingiz. Aynan bu bo'yicha ham alohida to'xtalamiz. Hozir keling jamoaviy biznes qirolichalari. Hali men doğrusu yine ko'p shunday podkastlar, intervyular o'tirganman san'atkorlar bilan birgalikda. Lekin aynan bu xotin-qizlarni aql bo'lib, og'izbilachilik qilib, shunday jamoa ochganlarni endi sizlardan ko'rib turibman. Bundan 2 yil oldin endi sog'lig'imda muammolar paydo bo'lishni boshlagan. O'zim shifokor bo'lsam ham ko'p muammolar paydo bo'lishni boshlagan. Bu ortiqcha vazn bilan bog'liq bo'lgan. Oyoqlarimda og'riq boshlangan, boshimda to'xtovsiz, dinimsiz og'riq bo'lgan. Bu albatta ish faoliyatimga yomon ta'sir etgan. Lekin menda bir dona savol bor edi. Bu narsani, masalan, bir dona problema emas, bir dona muammo emas. Kim bilan o'rtoqlashsam bo'ladi bu narsani? Nevropatologga boramanmi, travmatologga boramanmi? Ish qilib bir to'xtama kelish kerak edi. Lekin baxtima meni sohibim bilan Xudo uchrashtirdi. Xudoyima ming shukr. Ortiqcha vaznimdan ham qutuldim. Fiziki harakat. Fiziki harakat va to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini amal qilish orqali shu hayotdagi muammolarimdan, sog'lig'imdagi muammolarimdan qutuldim. Ortiqcha vaznimdan qutuldim. 100 kilo edim shu vaqtimda. Hozirgi kunda vaznim ham o'zimni ko'nglimdagidek, sog'lig'im ham o'zimni ko'nglimdagidek va albatta o'zimdan qoniqish bo'lgandan keyin bu narsa ishimga ham yaxshi ta'sir etgan. Ishimni aktivligimga, ishimni sifatini dim yaxshi ta'sir etgan. Endi shu yerda sohibabga yangi siz bilan to'xtalib gaplashsak, aynan qirolichalarni boshi, ya'ni sardori siz deb aytsak ham bo'ladi. O'zi bu g'oya sizlar nerdan kelgan? Biznes qirolichalar deb shunday bir jamoa tuzaman yoki bo'lmasa shunday ishataman deb biz nodan kelib chiqqan bu. Ben birinchi o'zimni tanishtirishdan boshlayman. Ko'p kuzatuvchilarimiz meni tanimasliklari mumkin. Men o'zim yoshim 45 da. Menda shu ortiqcha vazn bo'lgan, bu nega kelib kelishma. O'zim minus 40 kilo ozganman, natija olganman shu narsadan. O'zim menga o'qituvchilik yoqmas edi. Tadbirkor bo'lish yoqar edi menga. O'zim samostoятельный bir boshliq bo'lish yoqar edi menga. Keyin o'ylandimda hamma aytib turibdi. Bular sayohatga chiqib turibdilar. Shu yerlarni men uch aytib bilmasligim kerak degan savol bo'lgan menga. To'xta dedim, o'zim ozdim dedim. Birinchi klubimni Urganchda boshlaganman. 2017 da boshlaganman. Shu 2017 da boshlagan vaqtimda mendagidek og'ir vazni ko'p bo'lgan, sog'lig'imda muammosi bo'lgan insonlar dim ko'p bo'lgan menda. Keyin men o'zim bir ma'lum muddat ishni to'xtatdim. Keyin mana bu ishni to'xtatib, qaytadan ishni boshlashimga Layla sababchi bo'lgan. Sohibabga shab o'tiribsiz, shuncha malaka oshirdingiz, hamma davlatdan malaka oshirib keldingiz deb. Sizni shab o'tirib shuncha bilimingiz bor. Davaychi yana boshlang. Bu yanarqimizda sizga muhtoj bo'lgan insonlar ko'p-ku dedi. Shundan keyin men dalshi yana boshladim ishimni. Yana bir necha insonlarga natija olib berdik. Keyin bir kun o'ylandim. İnsan bir o'zi rivojlanib bilmaydi. Albatta. Hech qachon o'zi bir bo'lib rivojlanib bilmaydi. Ko'pchilik biznesmenlar o'ylaydi, men ina buni aytsam, men rizqim yo'q. Naborot qayta. Hamma birlashsa, shu ishda baraka bo'ladi, shu ishda rivojlanish bo'ladi. Layla aytdim, Layla dedim, davaychi dedim, bir dedim, ayol kishilarni bir yengalidan dedim, bir guruh ochalik, bir-birimizni o'sishimizga, bir-birimizni rivojlanishimizga ko'makchi bo'ladi dedim. Layla bu ish ma'qul bo'ldi. Как раз klubimda şu vaxtında
Leyla bilen 3 tane klient bulup hareket ededik. Leyla bilen 3 tanemiz. Keyin şu işni başlagandan keyin hakikaten aytaman realni klub dolup ketken. Mijozlardan. Tushunarli. Endi sizniki fitness klub, aynan sog'lomlashtirish va ozdirish markazi. Shu o'zingiz o'ylagan natijani erishganmiz shu vaqtda? Ava, albatta. Tushunarli demak. Endi aynan bu podkastimizda biznes qirolichalari sizlar bilan o'zi boshlashdan maqsad keyingi keladigan biznesmenlar, xoh erkak odam bo'lsin, yo ayol odam bo'lsin, biznesmen bo'lsa, bemalol shu taklif qilamiz. Kelinglar, shu bizani shu komandada o'zlaringizni, endi bizani emas, aynan biznes qirolichalar komandasida o'zlaringizni shu bizneslaringiz haqida suhbatlashali, fikr almashali va shuni omma e'tiboridan chiqarali. Shu maqsadda aynan sizlarga taklif qildik. Avvalo taklifimizga rozi bo'lganligingiz uchun rahmat. Va qolaversa endi yana bir to'xtalib o'tadigan narsalarimiz bor. Masalan, doktor, siz hozir 15 yillik tajribaga ega doktorman dedingiz. Aynan o'zingizni shu brendingizni, ya'ni o'zingiz shu doktorchiligingizni to'liqroq shu xalqimizga tushuncha qilib bersangiz va siz ham shu yerda ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz agar shu kasal bo'ladi bo'lsa yoki sizga muhtoj bo'ladi bo'lsa, nera borib siz bilan uchrashib, sizga davolanish mumkin. Shularni to'liqroq aytib o'ting. Men 15 yillik shu tajribam davomida biz doktor bo'lish biza bolalikdan orzu etganmiz. Oilamizda doktorlar ko'p edi. Shuning uchun shu doktor bo'lishni orzu etib, shu bolaligimdan xirurg bo'lishni orzu etganman. Shu kichkinaligimizdan shu 5-klass, 6-klass vaqtimizdan Schalada, aynan Kurakkalada operatsiyalar o'tkazganmiz uyda. Shunday qiziqib, ichki a'zolarini ko'rib, shunday deb o'rganganman. Keyinchalik medinstitutga girib, xirurgiyani tanlashim ham sabab bo'lgan. Ko'proq bizda xirurglar erkak kishi ko'psi. Keyin ayollarda yana tortinish bo'ladi, uyalish bo'ladi. Keyin oila a'zolari tomonidan taqiqlar bo'ladi, erkak kishiga ko'rsatsa kelmaydi. Hozirgi sharoitimizda shu narsa ko'p uchrab turibdi. Shu narsalarni e'tiborga olib, ham o'zim shu narsani yaxshi ko'rganim uchun xirurgiyani tanlaganman. Xirurgiya ko'p shu operatsiyalar qiyinchiligi bilan ham men o'zimdan tortgan. Keyin yanada buni ichkarisiga kirib, ustki yo'nalishda aytiladi, proktologiyani o'rganishni xohlaman. Bu ham shu hech kim aytib bilmaydigan, hech kimga ko'rsatib bilmaydigan soha bo'lgani uchun, kasalliklar shuning problema bo'lgani uchun gemoroy bilan ko'proq shug'ullanamiz, proktologiya, do'g'richak kasalliklari bilan. Shu proktologiyani tanlaganman, va aynan shu ayollar uchun bo'lgan. Bizda degan jenskiy proktologlar, ayollar proktologi kam. Xorazm oblasti bo'yicha hozir 2 dona edi, 3 bo'ldi endi Xorazm oblasti bo'yicha. Shu gemoroy bilan ko'pchilik ayollar qiynaladi, yillar davomida qon ketib, azoblanib yuradilar, lekin shu tortinib ko'rsatmaydilar, hech kimga ko'rsatmaydilar, yuraveradilar o'zlari bilan o'zlari bo'lib. Kasallikni og'irlashtirib, shunday qiynalib, asoratlar bilan keladilar. Shu narsa bo'lmasligi uchun shu kasbni tanlaganman. Hamma aytgan, "Uch narsani tanlab tursan, endi ko'pchilikga yoqmaydi u narsa." Даже birovlar laqab qo'yiladi-ku, masalan, ko'z doktori, quloq doktori, dish doktori deydi. Keyin seni kim deb chaqiramiz deyiladi. Keyin men kim deb chaqirsangiz chaqiraveringlar, men shu gemoroy bo'yicha mutaxassisman deganman. Shu sohani tanladim. Hozirda yana ko'pchilik ayollarimizga yordam berib turibmiz. Xursand. Shunday halam deydi, baxtimizga tanlabsiz ekan shu korni. Rahmat deb so'nib ketadilar. Erlar ham so'nadi, o'zlari ham so'nadi. Keyin ginekologiyani ham bevosita endi shu yaqin soha bo'lgani uchun ayollar taklif berishni boshlagan. Doktor, menda shunday problemalar, shunday muammolar bor. Bunday narsalar bilan ham, bunday problemalar bilan ham shug'ullanasizmi, shug'ullanmaysizmi? Yordam bering shu narsalar bo'yicha deb ayollarimizdan ko'p takliflar bo'lgan. Shuning uchun ginekologiyani ham o'qib, shu soha bo'yicha bilimlarimizni oshirib, hozir ginekologiya bo'yicha shug'ullanib turibmiz, kasallarga yordam berib turibmiz. Bemalol ginekologik muammolar bo'lsa yoki shu do'g'richakda gemoroy sababli qiynalib yurgan ayollarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hozir Medkompleks klinikasida o'zim faoliyatimni olib borib turibman. Undan tashqari Yangiariqda o'zimiz rayondan xirurg bo'lib ishlayman. Yangiariq tumanida, Banisada. Yangiariq tumanida, Banisada o'zimizda xirurg bo'lib ishlayman.
Şu yerda doktorni Instagram profillerini qo'yib o'tamiz. Agarda kimda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zlarini o'tib murojaat etishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi Layla akaga keladigan bo'lsak, Yangiariqda ko'pchilik odam taniydi, ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Kosmetologiya markazining rahbari, o'zini shaxsiy brendini ega bo'lgan Layla akamiz. Endi sizga to'xtaladigan bo'lsa, o'zi shu nima deydi, kosmetologiya markazi, endi hozir beauty center mana. Feya Beauty Center. Feya Beauty Center. Buni o'zi Feya Beauty Center bo'lishina o'zi sabablar, masalan, qiyinchiliklar, o'sha narsalar haqida bir batafsilroq gaplab bersangiz, g'oya nedan keldi, shunday ot qo'yib, shunday kosmetologiya markazi ochishar? O'zi 15 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi. Meditsina sohasindaman. Men больницада ishladim. Ko'pchilik biladi. Mediksiz o'zingiz. Medikman, va hozir bu kasbga o'tganimga 6 yilga qaradi. Kosmetologiya qiziqishim kuchli bo'lgan meni. O'zi meditsina sohasina girganimdan shu nima desam, bir 22-23 yoshlarimdan qiziqqanman. Endi kosmetologiyaga girganda u vaqtlari. Keyin shu sharoit bo'lmagan, balla boshqa oilaviy problemalar bo'lib sharoitim bo'lmaganligi uchun keyin bir bundan 6 yil burun bir nima bo'lib qoldi, shu bilan o'qidim. O'qib keldim. 6 yil burun nima bo'ldi? Shuni bizlarga endi bizlarga ko'rsatuv ochiq. Izlash yo'q hech narsani. Shu haqiqatdan qiynalgan, endi biz bilamiz, biz biladigan narsamiz, turmush o'rtog'ingiz ham doktorlar, ya'ni mediklar. Endi sizlar oilaviy mediksizlar, bir-biringizni tushunasizlar, tushunchalaringiz bor, bir-birlaringizni ishingizga nisbatan. Shuni bo'lgan-ku oilalarda, masalan, hammada bo'lgan shu qiyinchiliklar. Shu darajaga erishish. Oilaviy qiyinchiliklar baribir bo'lgan. Oila a'zolarim, qarindoshlarim baribir qarshichilik etgan bu kasbga kirib kelishimga, lekin hamma meni qo'llab-quvvatlab turgan. Shu turmush o'rtog'im hamma meni qo'llab-quvvatlab turdilar. Oilangizda turmush o'rtog'ingiz ham medik, siz ham medik, bir-biringizni tushunib, shunda bir-biringizni podlashib, qo'llab-quvvatlab. Aynan hozir sizga qarshi emas bilan shundan kosmetologiya markazini ochib qo'ysiz. Yo'q, hozir hammasi tushunib, shu hammasi qo'llab-quvvatlaydi. Feya Beauty Center deb qo'yishimning asosiy maqsadi qizim Farangiz adı, Farangiz bo'lganligi uchun qisqartirib. Feya, ya'ni farishta bo'lganligi uchun farishta deb shu qizimga aytib qo'yganman, to'g'risi. Shu ad yaqqani uchun Feya Beauty Center deb. Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, aynan o'zingizni, ishingizni, kasbingizni yaxshi ko'rasiz. Endi bir narsa qiziqdi odamlarga. Buncha motivatsiya, energiya nerdan olasiz? Masalan, azon bilan turib fitness zalga borasiz. Nechada turib ketasiz? Men o'zi masalan ko'pchilik o'ylaydi, meni ko'rgan odam ish etmaydi bu yoki bo'lmasam gesh turadi. Shunday deb o'ylashlari mumkin, lekin men shu hamma vaqtni ham 5:30 da turaman. 5:30 da turasiz. Qishın, yozin shu 5:30 da turaman. Fitness zallar shu 6larda fitness zalga borib, shu 2 soat shug'ullanib, birinchi energiyam shu nima desam, o'zimni sog'lom nima bo'lishim uchun to'g'risi saqlab yotganman, narsani tutib qo'yman to'g'risi. Fitness zalga boraman. Men o'zi fitnessga borishim shart emas deb aytadi, lekin o'zimni sog'lig'im uchun baribir fitness zalga boraman, keyin davom etib ketaman. Ikkingiz ham mediksizlar, ikkingiz ham meditsinada bilimlaringiz kuchli. Shunda mediklar aynan fitness klubini tanlab turibdi. Bu bir do'stlar nima desam bo'ladi, agar kimda kim biznesmen bo'ladi bo'lsa, ayol kishilar, erkaklar ham bormi? Faqat ayol kishilar, to'g'ri. Ayol kishi biznesmenlar energiya, motivatsiya kerak bo'ladi bo'lsa, Sofiya akamiz ham murojaat etaverasizlar. O'zi masalan, ayol kishi 15 yil bo'ldi dedim-ku, vrach bo'lib ishlab boshladim. Endi siz ishlaysiz, boshda balki moliyaviy jihatdan yuqori darajada bo'lmasligingiz mumkin. Keyin уже vrach bo'lganingizdan keyin, o'zingizni ishingiz bo'lgandan keyin, qo'lingizda ish kelib boshlagandan keyin moliyaviy jihatdan odam yetilib boshlaydi, yuqoriroqlarga ko'tarib boshlaydi. Lekin bir narsa bo'ladi, odam masalan topib turgan pulingdan ham ko'nglingda bo'ladi, dolg'idin darajada pul topishing mumkin. Hammasi to'la-to'kis, oilang ham, farzandlaring ham hammasi, lekin astan odamda charchoq boshlanadi. Ana yillar davomida bo'lib o'tgan stresslar, odamdagi noto'g'ri ovqatlanishlar,
kun tartibi noto'g'ri ekanligi natijasida masalan odam ruhiy jihatdan charchoqni sezadi, hech narsaga xohish qolmay qoladi. Pulingiz bo'ladi, hamma narsaga imkoniyatingiz bo'ladi, lekin nechundir hech narsadan xursand bo'lmay qo'yasiz. Hamma narsa xuddiki odatiy holatning bo'lib qoladi. Ya'ni So'g'ir kuni degan kinoni ko'rgansiz-ku. Azonda turasiz, ishga borasiz, kundagi ko'radigan odamlaringizni ko'rasiz, ertaga qaytib kelasiz, shu hayot takror bir xil hayot. bir xil bo'lib boraveradi. Qarasangiz, hayotdan sizda bir quvonch beradigan, bir ko'nglingizni yorishtiradigan narsa qolmay qoladi. Ki o'ylaysiz, nechun bunday bo'lib turibdi deb o'zingiz ham o'ylaysiz. Xudoga shukr, hamma narsam bor, yetarli, uyim bor, hamma narsam bor, pulim bor. Masalan, karyeram bor, oilam bor, turmush o'rtog'im bor. Lekin nechun navdan men xursand bo'lmay turibman deb sababini qidirib boshlaysiz. Shuning vaqtida biz yana shu fitnessga kelgan vaqtimda men tushunganman shu narsani, har bir insonning hayot tarzini aylanishi kerak bu narsa. Masalan, siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz masalan men o'zim shu narsani foydasini bilgandan keyin hammaga tavsiya etaman. Boring deyman, больницада ishlaymiz, xotin-qizlar ko'p, medsestralar, doktorlar. Birsini oyog'ida problema, ortiqcha vazndan, birsini dami qisib, xollaslab zinadan chiqsa dami qisib qoladi. Birlarida kallasi og'riq, davleniyasi chiqadi. Keyin tavsiya etasan shularga. Bor fitnessga boring, hazlatasiz, so'nasiz, nastroyengiz ko'tariladi desang, hech bir arzumon narsalarni bahona etadi. Uyimda vaqtim yo'q dedi, sen dedi mas bo'lasan dedi, yana bir narsa, lekin bir narsani bilish kerak, odam sog'liqing yo'q bo'lsa, hamma narsa ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Sog'liq yo'q bo'lsa to'q ketadi. Agar sizda sog'liqingiz joyida bo'lsa, hamma narsa problemangiz 100 ming dona bo'ladi, million dona bo'ladi. Hamma narsadan problemani hal etishingiz kerak bo'ladi. Vona yurishingiz kerak bo'ladi. Lekin sizning sog'liqingiz yo'qolgan kuni, sizning sog'liqingizdan boshqa hech qanday muammongiz qolmaydi. Sizning bir dona muammongiz qoladi. Bu narsani men ko'p marta boshimdan o'tirganman. Siz masalan jon kuydirgan odamlar, siz joningizni bergan odamlar sizni joningizni bir marta shu og'rib, bir marta taskin topishini arzumaydigan darajada bo'lib qoladi. Shuning uchun men har doim aytaman, bizning odatiy hayot tarzimizni aylanish kerak. Biz samiz bo'lamizmi yoki ozg'in bo'lamizmi, kambag'al bo'lamizmi, boy bo'lamizmi, hech qanday farqi yo'q. Kunda 2 soat vaqtini odamimiz uchun ajratish kerak. Bu uni o'zingiz uchun deb o'ylaysiz, lekin siz sog' bo'lsangiz, birga yordam berib bilasiz. Siz nastroyengiz yaxshi bo'lsa, kasallar yaxshi gaplab bilasiz. Siz o'zingiz ichingizda g'urbat bo'lib yotibsiz, qisinib turibsiz, nastroyengiz yo'q, kelgan odamni nishatib, siz energiya berib bilasiz. Nishatib buni masalan dardini eshitasiz. O'zingiz dardingizga davo topib bilmay turibsiz. Kelgan odamni nishatib, dardingizni ayting menga deb, unga siz dardina darmon bo'lib bilmaysiz. Qachonki o'zingiz sog' bo'lsangiz, energiya dolu bo'lsangiz, unga siz energiya berib bilasiz. Unga yaxshi gaplab bilasiz. Uni problemasini o'zingiz eshitib bilasiz. Shuning uchun men o'ylamayman, hammaga tavsiya etaman. Masalan 15 yillik tajribam davomida tushunmagan masalan narsani, birinchi o'rinda turgan narsani men shu 2 yil ichida tushundim. Avval o'ylaysiz masalan hamma narsani to'la to'kisatish kerak deb o'ylaysiz. Hamma narsa takiz bo'lishi kerak deb o'ylaysiz. Lekin o'sha sog'liqingiz yo'qolgandan keyin bu narsalar ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Birinchi darajaga o'zingiz sog'liqingiz, nastroyengiz chiqib qoladi. Shuning uchun hammaga tavsiya etamiz, yani fitness gelinglar fitnessga xohlasangiz sahibiyatga borsinlar, xohlasalar boshqa birga borsinlar. Lekin hayotning ajralmas qismiga aylanishi kerak. To'g'ri ovqatlanishni talab. Masalan, biz ayni doktorimiz, mas'ul doktor bo'lib tushaman больницада reanimatsiyani obxod etmaga boramiz. Endi sal ko'proq gaplab berdim. Reanimatsiyani obxod etmaga boramiz. Shunday og'ir kasallar yotadi. Leylam avval reanimatsiyada ishlagan. O'sha yosh odamlarda 25 yosh, 30 yosh, 40 yosh odamlarda miyaga qon quyilib insult bo'lib yotadi. Yoki yuragida tromb bo'lib infarkt bo'lib yotadi. Yoki vaholanki yoshi kattaroq odamlar insult, infarkt bo'lib yotadi. Masalan, hozir xotinlar aytadi, "Faloncha pul ketadi u fitnessingga" deydi. "Senda puling bor" deydi, "Sen shuning uchun borasan" deydi. Lekin men bir narsani aytganman, hamma aytganman. Agar shu yerda yotibdi, ota-onasi yo bo'lmasa yaqin odam yotibdi, eshikning tagida o'tiradi 10 odam. Doktor dori yozib berishini kutib o'tiradi. Agar 10 millionlik dori yozib bersam, oladi shu. Shuni yugurib borib olib keladi. Albatta, Sig'rini sotadi, uyini sotishga to'g'ri keladigan vaqtida yana Hindistonga ketib turgan odamlar million-ku masalan. Lekin bo'lari bo'lib bo'lgan bo'ladi. Bu narsani avvalgining holatiga qaytarib bo'lmaydi. Endi olish. Sog'liqingiz masalan avval 100% yo 90% bo'ladigan bo'lsa, uni 20% qolgan bo'ladi.
Ona milyon pul sərfləgəniz bilən heç qaçan o 90%'e kütərilməydi. Даже 50%, 60%'a mı kütərilməydi. Adama şunu düşünüşü gerek. Mesela darmana şu pulunu sərfləməyin, vaxtın nə əldə edin? Koreya mesela, Yaponiya ucu bu nərsəni düşünüb etdin. Çet eldəkilə ucu köçədə görürsüz azam belə həmmə yürü birgən boladı, həmmə fizkultura etib birgən boladı. Şunun üçün mən etkan bolar edimlə doktor sifətindən 2 ildən bana mesela şu nərsə bilən şoğullanıb birgən insan sifətindən mən tövsiyə etərdim. Hayatınız üzünüzün kolunuzda. Hərəkət etsəniz, sağlam durmuş tərzinə ötsəniz, ömrünüz uzayadı, sağlam bolasınız və başqalarına yardım verib biləsiniz. Bizəni sağ adam şunday şu, içək fəaliyyəti məsələn taza bolsa, bizəni derimizə təsir etədi o. Yüzdən çıraylı boladı, yarqın boladı. Bu həmməsi şu sağlam durmuş tərzinə, yəni avqatlanışa raya qılğandan şu bərabər şu bizəni kəsbimizdən həmməsi şuna barıb takaladı. Həmmə adamdakı nərsə şu bərabər sağlam durmuş tərzinə nəyə barıb takaladı. İndi bir nərsəni aytaman Sahib əbkə hazır yenə iki medikdən, iki doktordan fikirlərini eşitdik. Doktorları özü əynən sizni təllət durdular. Əynən şu nərsəni düşüngən üçün siz yana barsa həyatın içik boladı, streslərdən çıxıb bilədi. Yəni doğru avqatlanışını yola qoyub bilədi. Əynən indi siz özünüzni iş fəaliyyətinizni, özünüzni qılıb duran işinizi reklam etişi şərt eməz. Müzayit futboldular da. Yəni motivasiyalı sizdə aladakələr. İndi sizə toxtaladığım bolsaq, sizdə şu məsələ ilə köp əyallar bilə işləyirsiniz, köpçilik insanlar bilə işləyirsiniz, turmuş ortağınız, ailəniz, ne çıxar idi bu nərsəyə? Mənim 2 diplomum var, pedagogma, neçə illər neftegazda işləyəm mən. Buxara neftegazını bitirgən mən, Kimya Texnologiya fakültetini bitirgən mən. Lakin bir işə giriş başlayan vaxtımda mənə qarşılıqladım köp boğan. Səndə liderski kaçıstva var, sən bir yerdə direktor olub biləsən, zam direktor olub biləsən. Sən nə üçün əynən şu fitness trener boluşunu yola koydun şu nərsəni? Sən şu 2 diplomun göyüb getə verəmmi deyən gəplər boğanda? Ali məlumatlı. Keyin şunda özüm aytqanman, sənin 10 diplomun bolanmı, sən aspirant bolasan, bakalavr bolasanmı, sənin sağlıqın bolmasa bir tinkul diplomla. Yox dedim, mən dedim, en əsası özümün sağlıqımı dikləşdim bildim, başqalarının sağlıqını dikləşəm yardım verişim gerek. Deyib şu nərsəni, başta qarşılıqlar oldu, hocayının tərəfdən qarşılıqlar oldu, özümlə ağaynilərəm, ağamladım qarşı oldu, hər bir neçəli qarşılıqlar köp olan, şunun yerində mənə əvvəlan bax, kolab quvvatlağan, yegana insan, az məni görədəm. Hocayinimə kətdə rəhmət aytaman, Allah razı olsun kişidən, ömrünə rızqına bərəkə versin. Mən həmişə kolab quvvatlaq gələn, ondan keyin məni qaynanam kolab quvvatlağan. Bəstəyəni məni fitness trener dəb aytılışına ağayinlərin başqa bir öyle uyalğandı, lakin qaynanam faxırlanırdı. Hazıram məsələn 70 yaşına yaxınlaşqan, bizəni ertələbki qrupamıza gələdi, varıb alıb gələmən, xuşların dualarını alaman, şula biləyinə hazırki gündə köpçilik danidi olan wellness konsultatı aylandım. İşimdən faxırlanamadım, faxırlanama işimdən. Hazır neçə okucu da başsa şu düşünərli olar, kolunuzda şu teyallanadığım, fitness'e baradığım neçədən özünüzdən şu okuçunuz var. Ulan sana komedi. Köpçilik. Kınalmışsınız mı işleyen vaxtında? Yok, nabarut. Nabarut qayta bana motivasiya. Biləsini, qaysıdır insanlar, məsələn, doktor özünü işini etib durğan işindən kayf aladı. Например, şu yaxşı bolsa, kəsəli tezraq düzəlsə, ana şundan nə aladı? Primer, ana samachuvствосы yaxşılamadı. Leyla var, Leyla şunu yenə şunu, məsələn, klienti ondan довольный olub kesə şunu. Sizdən odan, kimdə? İndi qaraq, bir nəsə aytama, klientin 20 kilo, 30 kilo azdı. Bu klientin doğu mınça bo'lib turadi, keyin qaysidir momentdan keyin kichayadi axiri, yana yoshoradi u. Keyin shunday vaqtida kelib, "Sohibabga sizga kattakon rahmat, sizni yaxshi ko'raman, sizdan minnatdorman" degan gaplar olsa, eng zo'r shu yerdan kayf shu. Ana shuning uchun, masalan, dim ko'p nara bo'ladi, masalan, insonlarni boqib, samirgan sayin fikrlasham, yaqini negativni bo'ladi. Negativni bo'ladi.
Hakiki negativliğini aytayım, negativ insanını aytayım mı? Şöyle danıştırıp ötüp getemem. Meni işime, meni etalon, her birine bakın negatif fikirden karan insan işim. Başta. birinchi marta borganimizda endi men singlim borgan, keyin singlim tavsiya etgan borganman, lekin xohlamaganman borishni. Keyin angsam katib borganman, keyin ustoz bizni kokteyl bilan mehmon qilganlar, keyin ichib turganmanda angsam katib gaplasalar ham eshitasim kelmay. Osmonlarda yurganman, aytganlardan ya ichimizda negativ ko'p bo'lganda asli. Üzerimizde, içimizde yaxshi energiya bo'lmaganda shu vaqtida. Keyin o'yin bo'lib tursam, men fitnessda bo'lib tursam, ishataveradi bular deb yakmayna shuni üzerimiz xohlamagan tarzda prosta borish kerak, gelish kerak deb. Ardına borib ko'rib ketish kerak, da. Keyin qarasa, o'sha kundan-kuna boshqacha bo'lib borayotir dunyo. Qarashlar ham, fikrlashlar ham, gülüşler boshqacha, odamlar bilan отношениялар boshqacha. Mesela şu işte bize de 3 etaj badan 3. etajlara biz endi tırmaşıp çıkaradım da, horib tırmaşıp zorga çıkaradım. 100 kilo edim ahir vaqtında. Keyin qarasam ço'ta yengil chiqib boshladim. Yengil chiqib boshladim. Keyin уже atrofimizdagilar ham sizga e'tibor beradi. So'raydilar, "Nima bo'lib turibdi? Nera borib tursan? Sen o'zgarib borayotirsan, sen boshqacha bo'lib borayotirsan." Shunday bo'ladi. Rostdan ham ustozni boshda qabul qilib bilmaganman, lekin hozir hamma aytadi ustozni o'ziginasi bu deydi. Kopiyasi. İş yerinde bakıp nesini doğrasından koyup ötüp gittingler da. Evet. Doğrasını görsünler bunu. Doğrasını hiç koyalım. Yani şimdi gelgenden ki şimdi ben hazır ekranda görüp durgan için bir insanla premier yaptırma. Geplesen ensesinden diyedim ben üçündese ahır doktorçılık ku bulan nesin nişet meleke aşıp gelgen nişet okugan geletdaşı bir ay 2 ay обучениеler barki adam gepini etem ya etmeydi nişet ödü o beni gepini Ben ama özüm doktorman bana akıl urgetedi de biçimde koyamam. Keyin qarasam siz niye aytdim ki 15 yıllık doktorçılığınız bir yanda 2 yılda algan fitness bo'yicha, sog'lom hayot bo'yicha olgan bilimingiz вообще uni tarazini bosib tashlaydi. Çünkü ben şimdi klientlar bilen şimdi iş etemenden kütülmeyende iş joyuna girip boraman, kütülmeyende oturgan yerlerine barıp kalamadan içindese insanla bakıp to'g'ri ovqatlantiravering, ruhiyati sog'lom bo'lmasa, umuman bu hammas bekor. Onu birinchi ruhiyatini bilen Vazn tashlamaydi. Vazn tashlamaydi. Qotib turaverar shu. Nechun desa stress, depressiyada yurgan odam hech qachon ozmaydi. Keyin ish joyina borasan, ish joyina borgan vaqtida bir narsadan xursand bo'lmandan ishi medkompleksga boraman. Endi bu yerda medkompleksda ko'plar klientlarim shu dedi ki, boraman shunday borib qolgan vaqtimda bütün ayol kishilar Qozog'iston, Qirg'iziston, Surxondaryo, Andijondan kelgan bütün yangi insonlar doktorun priyomada oturardı. Keyin izayip hem durasan, girmesem eken, hozir girib ketsem biz o'chib yana bir narsa deb shunday nara bo'ladi. Lekin borib netgan vaqtida bu insonlar ishga taqli bo'lgan stresslar bo'ladi. Shu stresslarni ertalabki fitness vaqtida chiqaramiz bize. Men aytganman-da, shunday har xil yaqin komplimentni gaplarni aytadi-ku. Qarab turing dedim, shuni aytdim. Bir umrlik deb yozaman peshonamga dedim. Haqiqatdan bir umrlik. Endi siz tushunishim bo'yicha faqat fiziki harakat qildirib emas, kokteyllaringiz, shu narsalar bilan ham. Hem motivator, hem psikolog. Psikolog, motivator demem ben. Tamam, ruhiy jihatdan ham. Endi hozir sizning bu biznes kralichalar, bu jamoangiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, o'zi nechik, yana ham jamoangizga masalan o'zlaringizga odam qo'shasizlarmi? Ya shu bilan to'xtatasizlarmi? Endi bu jamoani o'zi yo'li bo'lak, bu tarafda fitness zalni yo'li bo'lak. Lekin asosiy sizlarni bog'lab turgan narsa her bir soha vakilleri sizler. Aynen bu fitness. Yani sohbetken motivator dediğinizde motivatsiyaları demek şunlar. Özü bu narsaya koşaslam o adam keyinçalik ya, şu bilan to'xtayib Yo'q, qayta nechalim ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Dim yaxshidan masalan, Leyla Instagramda zor yurtib turibmi? Leyla davay, sende iş o'xshab turibdi. Sen yerinden o'xshab tursan ki sende zor. Ne aktif, mesela guruh aktif, nişep turibsan degan savolingga bersek bu o'rgatadi ku. Shu hol sana mesela qaysidir kurslara boradilar, qaysidir narsalarga yoziladi. Bizlar shu kurslara yozilib,
şu kurslarını okup hemmemiz bilim alıp bir joyga geldik. Evet. Kimdir qaysi bilimni egallab geldi, kimdir qaysi bilim şu hemme bir joyga gelip bize öğrenişimiz gerek. Siz hozir xirurgman dedingiz, keyin gemoroy bo'yicha. Bu narsaga turmush o'rtog'ingiz nechik qaraydi? Turmush o'rtog'im qarshi bo'lganlar, lekin endi xirurg bo'lishimga qarshi bo'lganlar biz boshda, lekin baribir odam o'zi chin ko'ngildan bir narsani istasa, baribir Xudo unga yordam beradi. Hamma narsa iloji bor. Hamma narsa iloji bor. Chin ko'ngildan istaganman, shu korni tanlashni yaxshi ko'rganman. Hozir ham aytadilar, masalan, Yangiariqqa borman, nechun borasan, bu yerdagi ishing bo'ladi, lekin men shu soha yoqadi. Masalan, operatsiyalar aytsam, shu kasal yaxshi bo'lib ketsa, men shundan so'yinaman. Keyin ana proktologiya bo'yicha o'qiyotgan vaqtimda ham dim qarshi bo'lganlar. Keyin men aytganman, ayollarga yordam beraman, ayollarni operatsiya etaman deganman. Lekin afsuski shu gapimda dur o'lmaganman. Ko'ra bilmaymanmi? Hozir ham tez men aytib turadilar, sen dedi, men aldagansan, ayollarga yordam beraman, ko'ra ayollarni operatsiya etaman degansan. Hozir endi ko'p kasallarimiz endi xususiy klinika bo'lgandan keyin erkaklar ham keladi, ayollar ham keladi. Yo'q deb bo'lmaydi, bemor. Ular ham kimdir yordam berishi kerak-ku. Masalan, bular bilmaydi, yillar davomida shunday azoblanib yuradilar. Keyin aynan shu soha bo'yicha o'zi mutaxassis kamroq, proktologiya bo'yicha. Shuning uchun keladilar, reklama bo'yicha yo masalan, qarindoshining operatsiyasi yaxshi bo'ladi, ko'ngishini olib keladi, qarindoshining olib keladi, shunday bir sarkal birsi keladi. Lekin ular ham yordam beraman deb qaytarib bo'lmaydi, yordam beramiz. Biz shifokorimiz. Uni hech qanday, men o'ylayman, ayb tomoni yo'q. Bunday sohada yolg'izmisiz. Mana shu din boshda shunday. Endi eng avvalo bizning niyatimiz xolis, bizda boshqa bir narsa yo'q. Shu odamga yordam berib, shu dardini davo bo'lsak, bizlar ham so'ynamiz, masalan, kasal ham so'ynadi. Uni hech qanday ayb tomoni yo'q deyman. Lekin turmush o'rtog'im qarshi bo'lganlar bilan bir riski ko'maganlar, shartlarni Xudoga shukr. Hozir ham qo'llab-quvvatlaydilar. Operatsiyalarni qilamiz, ochiqchasini aytadigan bo'lsak, asoratlar bo'ladi. Masalan, qon ketishi mumkin bemorda, o'zini yomon his etishi mumkin. Yarim oqshom bo'lami, 3 bo'lami, 4 bo'lami, dong bo'lami, masalan, mashina yedib, men bilan boradilar shu kasalning yoniga. Qazaris bo'lami, daryodan aryon bo'lami, ketamiz ikkimiz, birga boramiz, kasalga yordam berib, akkalinadigan bo'lsa akkalib, lekin bir og'iz ham shu vaqtida gaplamaydilar. Mingdan ming minnatdorman. Her doim qo'llab-quvvatlaydilar, Xudoga shukr. Baribir qarshilik aytsalar ham qo'llab-quvvatlaydilar lekin. Atsam ko'radi, xushidman. Endi bilmayman. Xo'p, endi laylab kelsa, doktorlardan bo'lsak, o'zi men siz bilan 2 yil bo'ldi danishman. Bilaman, o'sha noldan gapiramizni bilaman desam ham bo'ladi. Eng boshda Azamet klinikasida shu yerda kichkina bir xonada o'tirardingiz. Bu yerda ham adashmasam 1 yil davomida ishladingiz. Gapdan ko'pmi? 1 yil emas. Ben ko'chganim aynan 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'lgan bo'lsa, почти 4 yil. 4 yil Keyin hozir endi o'zingiz Fair Beauty Center markazi etib, o'zingiz ochdingiz, Vam klinika. Aynan sizni bu yerda aytadigan ishlaringiz shu haqida bir batafsilroq bir tushuncha bersangiz xalqimizga. Bizda shu o'zimning kasbim bo'yicha hamma narsa, masalan, mezoterapiya, o'zimning kasbim bo'yicha hamma narsa, masalan, botoks, yuz chiskasidan tortib, shu kosmetologiyada qilinadigan ishlar hammasi o'zim qilaman. Keyin shu bir xonani massajxona, ya'ni detskiy bolajonlarni fizioterapiyasi hamda detskiy massaj, ham ayollarni massajini qilib qo'yibman. Hali Xudo xolasa yana yangiliklar bor, yangiliklar qilajakman. Xudo xolasa o't yuvish, keyin menda dubaj orqali o't yuvish nalar ham bor. Yana doktorlarimiz yuvarib turadi. Shura Yangiariqda o't yuvish va dubaj orqali yo'q hali, shu menda bor shu. Keyin pastda shu biodobavka, ya'ni odam organizmiga zararli bo'lmagan biodobavkalarni shu narsa, nima desam, prodajasi desam bo'ladi. Biodobavkalarni. Tushunarli. Necha odamni ish bilan ta'minlab qo'ysiz? Endi hozir shu 4-5 odamni ish bilan ta'minlab qo'yibman. 4-5 odamni ish bilan ta'minlab qo'ysiz. Ish bilan ta'minlab qo'yibman. Endi savollarimiz ko'p size iç-içinden kaynayıp geleveradi bu savollar. O'zi biznes başlamasizlardan
Neçə son pul tikəcəksiniz, neçə bolğan, şularla bətəfsil açıqcasını aytsanız. Summasını ayta vereyim. Eyvallah, aytın. Həmməsi açıq daşaş gerek. Bir kitap açılar. Biznes başlamasından birinci bir $5,000 çapıl tikkenmen. $5,000. Avaşın bundan yine 5-6 yıl burun $5,000 çapıl tikkenmen. İşlep şu devam edip köpeytirevergenmen. Asta faaliyetimni turlarini köpeytirevergenmen. Endi şu iş jarayonida misol uchun yo'q şu ishni qilmasam bo'lar ekan, şu $5,000 neto tikdim şu biznese degan afsuslanganlaringiz bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Hozir $5,000 chiqarib oldingizmi? Gel var yaptı. Neçəni? Neçəni? O, şu zo'r. Endi xo'p, qarang, Layla aka. Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, o'zingizda energiya va motivatsiyangiz kuchli. Aynan bu motivatsiyalarni, energiyalarni o'zi qisqa vaqtingiz kimdan olar edingiz va hozir kim bilan maslahatlashasiz? Baribir inson, misol uchun sohibapkara borib turib suhbatlashasiz, lekin o'zine eng yaqin bo'lgan oila a'zosi bo'lishi mumkin yoki kimdir turmush o'rtog'i bilan suhbatlashadi. Yo sohibapkam aytib bilmaydigan gaplaringiz bo'lishi mumkin, yo sohibapkam size. Shunday vaqtda aynan kim bilan suhbatlashib, nima deydi, bo'g'ri dilingiz ochilib ketadi, o'zimiz tilda aytganda. Adamın içinde baribir turmush o'rtog'ina, yaqin duganalarına aytib bilmaydigan sirlari bo'ladi. Bu meni eng birinchi sirdoshim shu onam bo'lgan. 1 yil oldin bir mudhish voqea bo'lgan. Nadaman, ishdaman, pasiyentim yanına ish qilib ketib bo'lmaydigan vaziyat bo'lgan. Ketib bilinman. Telefonga onang reanimatsiyaga tushdi degan telefonga shurda men hech ish aytib bilmayapman. Onanız ekanlar, eng yaqin insonimiz, joylari jannatda bo'lsin. Bundan keyin ko'p stresslarga tushib qolgansiz, demak, tushunishimiz bo'yicha. Xo'p, kayfiyatni tushirmaymiz. Endi bizning bu proyektimiz, ya'ni podkastimiz kimnidir yig'latish uchun yoki kimnidir xafa qilish uchun biza sizlarni bera chaqirmadik. Aynan bugun Xudo xolasa zo'r nastriyada podkastimiz o'tirib olamiz. Xo'p, Layla akayni qarang. Boshda o'zi ish kosmetologiyani boshlagan vaqtingizda masalan baribir bilimda boshqa bo'ladi, bu tarafda amalda boshqa bo'ladi. Bu bilim 10 yillik bilim olavermaysiz, lekin shu 1 oy malakangizni oshirib ishlamasangiz, u menimcha o'xshar bo'lmaydi. Aynan shu vaqtda birinchi klientingiz kim bo'lgan, necha xatolarni qilgansiz u klientda, yo xato qilmaganmisiz? O'zingiz ishingizdan qoniqqanmisiz birinchi marta shu klient kelgan vaqtda? Birinchi klientim men o'zimni duganam bo'lgan. Namanganli. Yo'q. Namanganli duganam bo'lgan, lekin yo'qdim zo'r ishlaridan qoniqib, hozircha bugunacha shu klientim bo'lib kelgan. Hozirdan. Demak, shunda birinchi ishingizni o'zingiz qoniqqansiz, zo'r natijani bergan ekan. Tushunarli. Endi Layla'nın eng zo'r tarafini aytib o'tchakman. Layla'ni mana o'zi doğrusu necha yillardan buyon mesela endi kosmetologiya umuman fikrim boshqa bo'lganda. Ki o'zi qizim shogirt, qizimni olishga borgan vaqtimda meni chaqirdilar, gap keting deb. Sohibapga cheese ketish kerak yana bir narsa deb ular endi o'zlarining dilida ko'p narsa yo'q, hech narsani tushunmayman, lekin ikkisi bir ishlar bir narsalar aytib yotibdi. Cheese ketdilar, keyin shunday aytibman, har bir ayol kishi kosmetologiya, masalan, shunday o'zi shunday bir kosmetologni tutib, oyda bo'lammi, haftada bo'lammi, imkoniyat darajasida borish kerak ekan. Shu qaytadan o'zingni sevasan, yana boshqacha energiya bo'ladi, ichingda boshqacha energiya. Qarasam, energiya zo'r, yana ish zo'r. Haqiqatan baribir kosmetologni maslahatlarini olib turish kerak. Men hozirgi kunda o'zimni eng ishonib topshiradigan kosmetologim Layla. Qarsaklar. Shunda demak, tavsiya etasiz boshqa xotin-qizlarga? Tavsiya etaman. Har bir ishini puxta, dim akkuratni bajaradi, akkuratni ishlaydi. Doğrusu men o'zi ana bitta jimsaq deydi-ku. Injiqroqman. Shuning uchun klientlarim ham injiq meni. Shuni aytaman, shuni borgandan keyin hozir
Yani kaçan barışım gerek de meslekle oturama. Lekin malades, işlerini başladığımız bu kızımızın ilayim ösevege inaşı kraliçeler güruhunda en uçusu bol yürüyersin. Yerge beredi ona. Doğru aytasız sahibepke yine her bir hatın kıza, her bir ayala uhud gerek mesela. Bize de mesela yüzden tartıp polni beden uhudlaran bağdan her bir ayal kıza, hatın adama gerekli buğan nerse hesaplanadı. Özüne karasa mesela, eğer bir ayal kız özünü yaxşı görse, özüden kanıksa yine hayata buğan mesela, işe buğan, kızıkışı artadı mesela. Hem de sevimli yar boladı da bu limanda. Aşırı bir nezayet amellerle kararlı. Yine Samolyota çıkan uskakır. Samolyota çıkan vaxtında yani kız düşündürüp duradı. Birinci özünüz takın, maskeni kiyin ferzentlerinize de. Eğer kişi zınaçışında özü baxlı bolsa, bütün oğlanını kutkaradı zor. Şunda zınaçda hemen eğlen olup baxlı baktır. Hop, şöyle dəstələr yapacağımızda Instagram profillerini koyup ötəmən, Instagram profillerini ötüb, abuna bu qiyasda, şurada xatın kızlarımız üçün köprak, nav işlər qılınışı gərəkli, nav işlər qıladı həmməsini Instagram profillərində faal rəvişdə yürütüb baradılar, istərəm güzəltib barınlar. İndi sizlərə bizə şu podkastımızda ikinci etapı gəldi, yəni məsələ başlayıb improvizasiya oladı və indi improvizasiyamızda bizə oylandı, köprak şu ayal kişiyə nav qılsaq oladı. Mesela Ekber Sapayev bilen kılgan vaxtımızda kulakla narushnik koyup özüne koş geçtirip bələn avazda hə ya ki yox degen şunun bir şərt verdik. İndi bu nərsəslərə doğru gəlmedi, bizə də azı şəraitam yox. Bizə oylab tapdık ki limon şərti var bizə də. Azı sizə əlinizə 3 tane limon koyuladı, 2'ye bölüp koyamız. Eğer kim 30 adam olsa 100 bin sonuna şuturup var. Yutkalamış bunlar var. Razı mısın? Oldu. Mesela limonlarımızı alıp gelesle bize bir tarafta tamaşa etemiz. Kim tadı, kim tutsadı. Komentariyada sizler şunu elde yazıp gitinle Leylak ki utamı, Dilrabak ki utamı ya ki sahibek ki utamı. Gözlerinizi, fikirlerinizi yazıp Ben limonu yaxşı görəməndik ki, şundan bilib qoyunlar. Ana, bizden bu kızdan değil ya. Ben limonu yaxşı görəmən. Benim yaxşı görünmez. Üzümü alayıkanma, termo çaylarıma, kokteylimi en mazalıcı şular. Limon niyesine getirdi benim. Karan, mən sahibepkem yana barmin kasam, bir limonlu sıkaman, bir nisbətdə su salib, azam bile içəmən. Şor bulamı, nardan bulamı, dünya kadar. Sizin de bulandı dokunama, röpçelerimizde. Allah tuttu, iyiyse inşallah. İsmi doktor? 10 dolar ba. Pul yok eken, som yok eken. Som yok mu? Yok eken. O 10 dolar da hem de size 10 dolar. Demek şunda biznesmendan bu. Başladık mı? Yaxşıdan bu utkan 10 dolardan olsa, utkan adam 20 dolar, ötürgenim 10 dolar. Vidişiye. Vidişiye baba. Kanı. Tiyalar nerede? Bismillah. Çırak kaldırık. 1, 2, 3 gitti. Tez yiyeceğiz, köp yiyiş. Ayda. Bulalı gör. Bizim... Şöyle ya hazır sakıdat gelmeri, ya doktor neri, hoşunu bilemem. Yolda kan falan ben. Tez, Köp oturursa. tez yiyişmez, köp yiyiş. Köp yiyiş, tez yiyişemez. Köp yiyisiz. Ne safit gibi ne? Safiyet gebeğine. Aşı buzu bel bulaşını hemen seni. Yine hemen her sabah. Vaylar. Sakıdat gelmedi. Bir mazalrak meyven, tellesiz bana. Akım mazalrak meyve kola olsa onda boğmi takı. Yok koy şunu ben vereyim şu. Ben şu 10 dolarını vereyim koyma. Bir adam. Ben veremem yine bu. Ben size başta ettim. Mən yaxşı görəmən dedim, mən ay tutturma. İyimiz mi ya doktor? Axır mən yaxşı görəmən, limonlu. Görün də bir yüzüm bızılmadı. Ha? Ekkəndən bir 30 olub.
Yo'q, yo'q. Lady biznes deyotgan bizga 20 dollar. Men Yo'q, yapmaydi. Ondan o'zimizdan girib olib aloy zo'r. qani izidan ketadi lekin Ketadi. izidan ketadi. Rahmat. Bu bizning improvizatsiya, ya'ni shartimizda Leyla akamiz ustolar, lekin Yo'q, yeyman agar netsangiz, lekin hozir berib Yo'q, turganingizni Leyla, aytibman. razısman. Rozimiz. Yana bir bizani uchinchi endi shart deb aytsak ham bo'ladi. Shartimiz bor. Aytamiz muhokamatimiz degan. Ya'ni endi sizlar uchingiz ko'p, misol uchun uchrashasizlar, ko'p muhokama qilasizlar. Aynan bizning shu kamera ostida o'tirib, o'zlaringizni bir-birlaringizga aytolmagan sirlaringizni aytasizlar, lekin kameradan keyin urushib ketishma, bu narsa bo'lsa kerakmidi? Aytasizlar, muhokama etmaysizlar. Misol uchun Leyla akamni bir siz navodir ish qilib qo'ygan bo'lsangiz, hozir shu yerda ochib berasiz, lekin muhokama etilmaydi. Siz uchun aytadingiz degan narsalar bo'lmaydi. Yok, yaz konuşmamı ahırın yaz bir tane. Bunlar iş bu. Öğretmenler hozir bizada rescue o'zgarish oldu. Yan taraftagi Dilrabo akamizni srochniy ish chiqib qoldi. Shuning uchun getira Petekskanda yurish bani yo'q. Shularni ko'rib o'tirganlaringiz uchun alohida rahmat deymiz. Endi bedazı Dilrabo masalan doktor bo'lgani uchun uning kasallari bezovta etdi. Shu nedan tashab ketmasa bu milyon darajada bo'ldi. Haqiqiy medikina. Haqiqiy meditsinada ishlaydigan odam shunday bo'ladi. Men o'zi hozir ko'cha telefonga gaplashmaga chiqdim desa, shundan operatsiyaga ketibdilar. To'g'risi, lekin bu ish hech narsa bo'lmadi. Shurakdan ko'ra hamma rahmat. Xo'p, endi esa aytamiz muhokama etamiz. Ikkingiz bilan bo'ladi. Endi to'g'risi kutilmaganda bo'lib qoldi bu narsa. Kimdan boshlaydi? 300 ming so'm utganday yapkan başlayma. Başlasan, o iyi. 30 dolar de. 30 dolar. 30 dolarını otur şakara. Pulu taşa gitti mi? Hava. Azadadan dayada Karabaramızga, sonda Urgenç'teki filialımıza. Aşında bu feriz Kırçılvay diyadızdan. Kırçılvay değil mi? Aşın ben uruk koydum. Ha. Muhakeme edilmez. Bu bayağı kadar ne de reklama koy bir egzoz olmak ne? Hava. Kim var ama onu yarın kime gidip de oturaydık ko. Hava. İstoriyam koy beraber. İstoriyam koy beraber. İstoriyam koydum. Aşın ben aldım yarın. Ha. Niçin? Oldu muhakeme yok bize de. Aytıladı muhakeme yok. Oldu az indi beyan tarafı üzerinizden atılıp giderler. Ya bize podcastımızdan yakınlap aldık. Bakalasa indi sizlere şu geliriniz için Allah'a rahmet deyimiz. Bize bu podcastımızda eğer kemçilikle olsa kemçilikle ve kalaverse sizler bir neçə yıllık tecrübeye ege öz sahasını vəkilləri, yəni professional dərəcədəki ustazlarsınlar. Sizin həm özünüzə yaraşa köplə şagirdləriniz var kosmetologiya sahəsində və sizin həm özünüzə yaraşa köp şagirdləriniz var. Şu fitness boyunca, yəni azdırış, doğru ovqatlanış mərkəzi rəhbəri sifətində və Fair Beauty Center rəhbəri sifətində özlərinizni şu biznes başlağanda qılğan xatalarınız və qala versə hazırki şagirdlərinizə özlərinizin şu motivasiyalarınız buradan olsa bemalol şu kamera qarab aytishlaringiz mümkün və bizənin şu podkastımız qulaq olasa davam etməlidir. Aynən sizlər bilan birlikdə, yəni davam qılamiz. Kemçiliklər olsa kemçiliklərdən aytıb ötükdinglər və qala versə mən şurada yenə bir нәрsə aytsaqman, negativ yazıb otururlar.
bemalol yazaveringlar negativ. Bize şu icad etsek, bize doğrusu shunday narsa qiladigan bo'lsak, bizda negativ ko'payadi. Negativ bu yerda albatta o'sish bo'ladi. Sizlarga ham rahmat. Shunday qimmatli vaqtlaringizni ayamayman. Bizlarni bir 200 soat yanımızda durib, şu podkastda ishtirok etib, savol-javoblarimizga to'g'ri javob berganligingiz uchun va qolaversa, sizlardan ham so'rab qolamiz, hurmatli obunachilarimizdan. Keyingi sonunda aynan qaysi biznesmenni taklif qiladi. Keyingi podkastlarimizdan jamoamizni kengaytirib, ko'pchilik bo'lib, savol-javob qilib va fikrlarni muhokama qilamiz. Xullas, keyingi sonlardan taklif qilib qolamiz. Gapingizni bo'ldim. Ayollarni masalan yurakida o'ti bor biznesmen, nima desam, chaqqon ham o'rnak bo'lib biladigan ayollarni safimizga chorlab qolamiz. Biznes qirolichalar Biznes safida. chorlab qolamiz. Bemalol yana qo'shilishlaringiz mumkin bo'ladi. Layla akama yoki Safiya akama murojaat etsangiz, sizlarga yo'l-yo'riqni tushuntirib, tashkillarni ham qo'shib beradilar. Hammangiz rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi 24 dan uzoqlashmanglar. Bizda shuni yangiliklar, kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Meni ko'rib ko'rasan? Negatifle onda yazmamadan negatif. Sen so'zlashaman. Hey, zorluk içme. Yukarıdır, indi yukarı çıkarşı. Ben terma çaylarımı içiş gerek. Çay verin, çay. Terma çay, aloy. Kokteyl nişep zaten, blender var mı? Var. Ne oldular? Kokteyl, hazır. Enerjiye bak, Enerjiye gerek bu. İnan. Şam istadan işi bakayım, pıs deyeni maşinle yürüydü akır. İşim maksadan pıs deyeni. Ne için özü? O katın onunla vitaminlere. Bu belok bu. Sizni jiringizni yo'qotib energiya beradi. Tushundingizmi? Energiya beradi o narsa. Ne nasıl bu yana videoda aytmadınız gibi de Reklama Yok, bo'ladi. reklama bulmasın ama o reklama Biladi odamlar. adamlar özel. Bakana, ben bundan başka. Özü klienti köp diyeceksin, tamam? Ava boladı. Zapis bası tutmuşsan sen sıraç. Yok. Dur say tamam, blender'ım yanımda maşında. Hemen her iş yanımda öyleydi. Bu o kas kap gitmeyeyim ben. 5 minutda tayar buladı. Deyishma xalq Şu narsaları tavsiye eteme, ben de yine karım var. Çıkan karılar için de, yani reklama var. Çıkan karılar için. Tavsiye eteme, sinak görünler. Lekin az yine misal için, eğer reklama muhtaç bolganda şöyle reklam etken bolar. Hey gel bir var. Klient köp dedi, yetmek berevlim ben dedi. Yok. Tavsiye eteme, aynen şu... Malkara iş aytama yıl brendini 5 mert aldı. Bu. Ava yıl brendini aldı. Mesela başka mahsulatlarım bak bu. Emine Gerbalife aldı yıl brendi. Mesela verin içeri. Çay, energiya. Rast yetmedi olan mesmuzu. Ay akşam kıy. Söyledi dur. Söyledi dur. İsim verme lazım ya da aytta söylersen ha. Ey bir ne bu da perde çekeverdi. Perde kalkıp duruyordu. Matmindi xalq ketganda bulardan indi özüme yaxshi görgən narsanı bir tavsiye etəsin gəladi qağı. Keyin matdım dur bunlara terma çay demlep beringlərimdən həmməslər bir stakan demlep gəldim ki, yankı başlık bu haqda. Şu aldıda içti. Dedim bu rastın gepet odana lekin dese yanındaki korkup içmeydi akı. Matdım içəvər söyləmisəm dedim. Yangi Ariq 24 kanali.